Masjidni oldida sokin, tinch, maza qilib yashash har bitta musulmonni menimcha orzusi bo'lsa kerak. Assalomu alaykum azizlar, bizda siz uchun juda ham bir chiroyli obyekt. Ko'rib turibsiz, manzarani sirazi ko'zingiz bilan yaxshilab e'tibor berib qarasangiz, qattaligimizni tushunib olish juda ham qiyin emas. Bizda Rakatda joylashgan terrasali xonadondamiz, ko'ryapsiz, polniy manzara, Toshkentning polniy eng chiroyli binolari shundoq ko'rinib turadi. U Tower, Toshkent City, Rakat masjid, bu yoqda Piramid Tower hammasi juda ham chiroyli ko'rinib turadi azizlar. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, asta-sekinlik bilan tushuntirib qo'yaman. Qani birinchi terrasani ko'rib chiqamiz, qarang. Baribir shahar ichida bu kak hovli-da azizlar. Ko'ryapsizlar, hammasi o'choq, mangal, gaz, hamma narsa kelgan azizlar. Bu joyda xohlasangiz traplab ketgan, bemalol yog'in-chochinda ham bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Xohlasangiz buni yopib zimniy va letniy oshxona qilib olsangiz ham bo'ladi. Bunaqa terrasadan yana hali borib ko'rasizlar. Qani kelinglar. Bu yoq esa kattagina zal. Agarda sizga miyaqki kerak bo'lmaydigan bo'lsa, bu joyga bemalol 18 tali stol qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. 3 ta spalni, bitta katta zal va 3 ta terrasadan iborat xonadonimiz. 150 kvadrat umumiy maydon plus 70 kvadratga yaqin terrasasi bor. Qani birinchi sanuzilimiz bo'ladi. Uyimizda 100% tubli pol, patologlari juda ham baland, yengil remont, hech kim yashamagan azizlar. Qani kelinglar. Bu esa oshxonamiz bo'ladi. Oshxona ikkita, ham letniy, ham zimniy oshxonamiz bor. Oshxonadan ham terrasaga chiqsa bo'ladi azizlar. Ikkita zaldan va terrasaga oshxonadan chiqsa bo'ladi. Hamma texnikalarimiz yaxshi, sifatlisi qo'yilgan azizlar. Ikkita deski, bitta kattagina spalni bor. Bu birinchi detski xonamiz. Agar sizda farzandlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu joyga yana bitta karavotni bemalol sig'dirsangiz bo'ladi. Joy yetarli darajada. Gulxo'y xonalari yo'q, hammasini oynalari bor azizlar. Va ko'rib turibsiz, katta oynali zona. Bu yerda ham ikkita karavot qo'yilgan, bolalar uchun mini chiroyli qilib qo'yishgan. Bemalol katta odamlar yotsa bo'ladi. Shkafi bor, bu yerdan terrasaga chiqsa bo'ladi. Men hozir uni u yoqdan ko'rsataman azizlar. Uyimizda shuni ochib qo'yasiz, oynalar shunaqangi issiq, shunaqangi salqin, mayin shaboda esib turadi. Ko'rishingiz mumkin. Kotelniy xonamiz bu yoq. Bu esa master spalnimiz bo'ladi. Kattalar spalnisi bo'ladi. Ko'rasiz, juda ham uyutni qilingan. Patolog menimcha bunaqa patolog uchastkadan daji yo'q. Bu spalnining o'zining ichida joylashgan sanuzilimiz bo'ladi. Bu xonadonimizda terrasasi bor, jakuzi bor, saunalargacha bor azizlar. Uni asta-sekinlik bilan ko'rsataman. Niyat qilganlar bo'lsa, bitta lashani inshaalloh bizga ham yetkazsin deb qizartirib qo'ying. Allohga oson, hamma narsani yetkazib qo'yadi. Qarang, mana bu jakuzimiz bor. Bu bemalol suvlari to'ldirib, bu mana yangi bu. Hozir yog' bilan ko'rsatishim mumkin. Mana o'sha mana yog'dan o'sha ishlashni boshlab ko'rdingiz, polni ishlaydi. Yangi ishlatilmagan. Qarang, bu yerda ham trapla qilingan, yog'in-chochinda bemalol suv ketadi. Mana bu joylar pol suvni gazon qilib qo'yganmiz, reshotka qilib, ana gullarga qiziqadigan odamlar bo'lsa, opa-singillarimiz yoki ukalarimiz bo'lsa, живой gullar terib qo'yib, maza qilib kechki salqinda qarang, manzarani, quyoshni yo'q chiqishi, botishi shundoq ko'rinib turadi sizga. A bu yoqda esa saunamiz bor. Dachaga borish shart emas, mana shu o'zi sizga dacha. Shaharning ichida uchastkani o'rniga mana shunaqa kvartira olish menimcha hammani niyati, mazza xohlaydi-da, baribir qarang. Bu yerda bolalar uchun kachellar qo'yishgan. O'zingiz ham ishdan charchab kelganingizda mana bu kachellarda o'tirib, kofeni ichib, bemalol ishlaringizni rejalashtirib olsangiz ham bo'ladi. Hurmatli obunachilar, lokatsiya вообще idealniy. Masjid oldidan, shunda oldi, bozorimiz, bozorga где-то 200 metr bozor, Askiya bozoriga juda ham yaqin joyda joylashgan bu xonadonimizda. Yanada to'liq ma'lumotlarga keladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Telefon orqali sizga yordam berganimizda biz juda ham xursand bo'lamiz. Sizga shundaqangi chiroyli xonadonlar yanada boshqachalari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning Instagram shapkasida Telegram gruppamiz bor. O'tni podpisasiya bosib qo'ysangiz, hammasidan ma'lumotlardan ega bo'lib turasiz azizlar. Bu qilgan obzorimiz yoqqan bo'lsa, bitta lashani qizartirib qo'yasiz degan umiddaman. Menimcha sizga og'irlik qilmasligi mumkin. Sizlar yaxshi ko'raman hammalaringni. Ko'rishganda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Xayr.